O'zbekiston yo'llariga multiradarlar qaytmoqda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yana sizlarni Achchucho kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz O'zbekiston yo'llariga qaytayotgan multiradarlar, uning ishlash prinsipi, o'chirib yoqadimi, yo'qmi, O'zbekistonning qaysi viloyatiga birinchi bo'lib multiradarlar o'rnatilgan, xullas barcha ma'lumotlarni ushbu videoda gaplashamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Ko'zimiz uchib turmagan bo'lsa ham, balki yaxshilikkadir, balki yomonlikkadir, O'zbekiston yo'llariga multiradarlar yana qaytmoqda. To'g'ri, bizni 1 yildan ziyod davomida multiradarlar tark etgan edi-yu, lekin yaqin orada ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab blogerlar va bizga yetkaziladigan insiderlar tomonidan multiradarlar qaytmoqda degan gaplar yuribdi. Bu haqiqatdan ham haqiqatga yaqin bo'lgan ma'lumot hisoblanadi. Hozirda multiradarlar test ravishda, ya'ni xodimlarni o'rgatish uchun o'rgatib, qanday ishlashi, nima tugma, nima vazifani bajarishi, nima qilish kerakligini barchasi xodimlarga o'rgatilmoqda. Ha aytgancha, agarda sizda radar detektor bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga tavsiya qilaman radar detektoringizni yangilab olish va sozlamalardan multiradar bo'limini qo'shib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardim. Yana bir narsani tushuntirib o'tishim kerak. Agarda multiradar qaytgandan keyin ham sizning radar detektorlaringiz aniqlamaydigan bo'lsa, bunda ozroq sabr qilish kerak. Sababini aytadigan bo'lsam, misol uchun bizda radar detektorni mobil telefonimizni proshivka qilganimizdek, radarlar ham, ya'ni multiradarlarga ham yangi dasturiy ta'minotlar keladi va o'sha dasturiy ta'minot kelgan payti uning chastotalari, ya'ni signal aniqlash yo'nalishlari o'zgarib qolishi mumkin. Shuning uchun ham uni injenerlar kelib, uni tuzatib, sizga yangi dasturiy ta'minot berishadi. Umuman olganda yo'llarda umuman tezlikni oshirmasdan harakatlanish kerak. Agarda sizda radar detektor bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqa radar detektor olishni bilmayotgan bo'lsangiz, unda biz sizga Silverstone kompaniyasining mahsulotlarini tavsiya qilaman. Silverstone kompaniyasining Sochi Pro 2 Doppler Pro va gibrid mahsulotlari O'zbekistondagi multiradar deysizmi, uchoyoq deysizmi, barchasini uzoq masofalardan aniqlab beradi. Silverstone radar detektorlari bilan siz bemalol, xavfsiz harakatlana olasiz. Demak, biz davom etamiz. Xo'sh, aziz do'stlar, multiradarlar qaytayotgan ekan. O'zi multiradarlar qayerda ishlab chiqariladi, qanday ishlaydi? Keling, bir boshdan ko'rib chiqamiz. Multiradarlar bu Germaniyaning Jenoptik kompaniyasining mahsulotlari hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylashar ekan, bu multiradarlar xuddi Venomga o'xshab parazit, ya'ni tushuntirib o'taman, multiradarni ishlashi uchun qanaqadir mahsulot, ya'ni mashina va shunga o'xshash narsa kerak deb o'ylashadi. Aslo unaqa emas. Multiradar o'zi mustaqil ravishda ko'chma radar sifatida uchoyoqqa yoki statsionar ravishda o'rnatilishi mumkin. Mashinalarga o'rnatilish sababi uni qulay olib yurish va xavfsizligini ta'minlash uchun multiradarni mashinaga o'rnatishadi. Multiradarlar nimalardan tashkil topgan? Birinchi navbatda bizning ko'zimizga tashlanadigan narsasi bu radiolokalniy datchigi. Aynan shu orqali mashinalarning tezligini o'lchab beradigan vosita qurilma hisoblanadi. Undan so'ng bosh protsessor. Aynan shu joyda barcha ma'lumotlar yig'ilib, pishirilib, jarimaga tayyorlanadi. Uchinchilik, touch box. To'rtinchilik, bu kamerasi va beshinchi spishkasi. Tushunganingizdek, kamera va spishka sizning mashinangizni rangi, davlat raqamini aniqlash uchun o'rnatilgan. Qo'shimcha tarzda tushuntirib o'taman, o'sha multiradarga o'rnatilgan kamera megapikseli 16 megapikselni tashkil etadi. Undan so'ng bizda power banklar, ya'ni maxsus quvvat akkumulyatorlar. Bunda multiradarlarni asosan alohida ishlash uchun o'zining maxsus akkumulyatorlari bo'ladi. Mashinaga ulab qo'yib bo'lmaydi, chunki mashinada bir xil tok berilmasligi mumkin. Multiradar yoki barcha radarlarni yaxshi ishlash uchun quvvat bir xil me'yorda, belgilangan me'yorda kelib turish kerak. Shundagina radar tezlikni to'g'ri o'lchashadi. Shuning uchun ham bularga alohida akkumulyatorlari, ya'ni quvvat beruvchi vositalari mavjud. Eshitishim bo'yicha, bu eski ma'lumotlar bo'yicha, shu bitta to'liq akkumulyator bilan bemalol 24 soat ham ishlab berishi mumkin ekan, yangisi bilan. Endi multiradarni ishlash prinsipini tushuntirib beraman. Misol uchun, multiradar yo'lning chetida turibdi. Siz o'zingizni avtomobilingiz bilan, misol uchun 100 tezlikda 80 joyda harakatlanib boryapsiz. Siz o'tib ketayotgan paytingiz radarning o'sha radiolokalniy datchigi sizga signal yuboradi, mashinangizga tegib, chastotalar o'zgarib, tezligingizni aniqlab, mashinaga yetib keladi. Va bosh protsessor sizning tezligingizni oshirganini bilib,
kamera va spishkaga buyruq beradi, ya'ni mashinani rasmga tushirib jarima uchun tayyorlashni. Mashinani sizni rasmga tushiradi va ichkarida o'sha bosh protsessor sizning jarimaga tushgan lokatsiyangiz koordinatalarni kirdirib jarimaga tayyor qiladi va oxirida ushbu mahsulotni, jarimani siz qabul qilishingiz uchun ushbu mashina shtabga borgandan so'ng shtab ichidan barcha ma'lumotlar sug'urib olinadi va birin-ketin jarimaga yuboriladi. Bu ilgarigi sistema bo'yicha shunaqa ishlardi. Balki hozir 1 yil davomida uning dasturiy ta'minotda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, ushbu radar bemalol turgan joydan birdaniga bazaga ma'lumot yuborishi mumkin. Katta ehtimol bilan shunaqa bo'lib qaytish ehtimoli katta. Ha, aytgancha yana bir narsani esdan chiqibman. Qo'shimchasiga ularga bitta katta monitor bo'ladi. O'sha orqali sozlamalarni sozlash, tezliklarni sozlash, mashinalarning tezligi, ya'ni misol uchun yuk mashinalari uchun alohida, yengil mashinalar uchun alohida barcha ma'lumotlarni o'sha joydan sozlashi mumkin. Ya'ni rejimlarni ham aynan o'sha joydan sozlanadi. Demak, qisqacha multiradarning ichidagi narsalari aynan shunaqa deb nomlanadi. Xo'p, sizga savol. O'zbekistonda birinchi bo'lib multiradar qaysi viloyatga o'rnatilgan? Shu haqida o'ylab turing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Men esa bu haqda videoning so'ngrog'ida gapirib beraman. Multiradar asosan tezlikka jarimaga tortadi. Ya'ni uni ishlash prinsiplari quyidagicha. Ya'ni u bir vaqtning o'zida 6 ta polosagacha bemalol jarimaga tortishi mumkin. Lekin u siz o'ylaganchalik hammasi oson emas. Ya'ni aynan jarimaga tortish bo'laklari ham ularga alohida qilingan. Ya'ni 3 ta rejimga o'tkazilgan. Birinchisi, ya'ni 6 ta polosagacha bemalol jarimaga tortiladi. Unda radardan chiqayotgan signallar, ya'ni radar signallari juda ham uzoqqa tarqalib ketadi. Chunki u birdaniga 6 ta polosani jarimaga tortayotgani uchun. Misol uchun taxminiy sizga tushuntirib berishim uchun, multiradardan chiqayotgan signallar taxminan misol uchun 1 kilometrgacha boradi. Sizning radar detektoringiz bo'ladigan bo'lsa, uni orqadan ham, oldindan ham juda ham uzoq masofadan aniqlab beradi. Ikkinchi rejimi bu uning o'rtacha tezligi, o'rtacha masofani olish, ya'ni 4 ta polosagacha ola oladi va uning tezligi signallari taxminan mayli 600-700 metr masofaga tarqalib ketadi. Unda ham sizning radar detektoringiz uzoq masofadan multiradarni aniqlab beradi. Va eng oxirgi rejimi bu multiradarning faqatgina 1 yoki 2 ta polosani jarimaga tortish funksiyasi. Undan chiqayotgan signallar juda ham past masofaga aylanadi va uncha uzoqqa bormaydi. Va sizning radar detektoringiz bo'ladigan bo'lsa ham jarimaga tushish ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun ham Silverstone kompaniyasining Sochi Pro 2L ni yoki Doppler Pro ni oladigan bo'lsangiz, ular oldindan ham orqadan ham uzoq masofadan aniqlab beradi. Sababi undan chiqayotgan signallar kam bo'lsa ham radar detektorda 2 ta elana o'rnatilgan, ya'ni past to'lqinli signallarni uzaytirib beradigan vosita bo'lgani uchun uzoq masofadan aniqlab beradi. Endi ularning yana bitta funksiyasi bor. Ko'pchilik balki ishonadi, balki ishonmas. Multiradarlar o'chirib yoqish ehtimoli ham bor. Shu joyda sizga savol bermoqchiman. Multiradarlar haqiqatdan o'chirib yoqadimi, yo'qmi? Fikringizni iltimos izohlarda qoldiring. Xo'p, endi multiradarni xarakteristikalari haqida ozroqgina tushuntirib o'taman. Multiradar -25 gradusdan +60 gradusgacha bemalol o'z ish faoliyatini olib boradi. Xo'p, multiradar 10 km/soat tezligidan mashinani tezligini aniqlab, toki 300 km/soatgacha bemalol aniqlay oladi. Agarda sizning mashinangiz super giperkar bo'ladigan bo'lsa va sizning tezligingiz 300 km dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, radar sizni ko'rmay qolish ehtimoli mavjud. Men shaxsan o'zim sinab ko'rmaganman. Mashinam 300 ga chiqmaydi va sinab ko'rish uchun maxsus poligon ham bo'lmagan. Shuning uchun bir narsa deya olmayman. Xo'p, keyin multiradarni ishlash prinsipi, ya'ni siz multiradarni ko'rdingiz va birdaniga tormozladingiz. Shunda sizga qachon jarima keladi va qancha metrdan sizni jarimaga tortiladi. Multiradarning kitobidan yozilishicha 100 metr atrofida sizni jarimaga, ya'ni multiradardan o'tganingizdan so'ng 100 metr masofagacha sizni jarima qilish mumkin deyshadi, lekin asosan 30 metrdan 50 metr masofagacha sizga multiradar jarima yuborishi mumkin. Umuman olganda yo'llarda tezlikni oshirmasdan, aqlli bola bo'lib, tezlikni oshirmasdan yurish kerak. Sababi so'nggi paytlarda bizda balli tizim ishga tushgan va balli tizim tufayli agar siz tezlikni oshirib qo'yadigan bo'lsangiz ham jarima va ball yig'ib, haydovchilik guvohnomangizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Endi eng qiziq mavzulardan bittasi, O'zbekistonda birinchi bo'lib qaysi viloyatga multiradar olib kelingan? Xo'sh, agarda siz Farg'ona vodiysi degan bo'lsangiz, juda ham to'g'ri topgansiz. Sababi O'zbekistonga 2020-yil 13 fevral kuni
multiradar birinchi test sinovidan o'tgan va atigi 3 soat davomida 2020-yil tasavvur qilyapsizmi? 13-fevralda endi karantin boshlanishidan ilgari 550 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Eng qizig'i jarimalar 14-fevral kuni bo'lgan. Qaranglar, sevgi xati 14-fevral kuni boshlangan. Yoki o'sha 14-fevralda sinashganda ham juda ham ajoyib bo'lardi, ya'ni Roman Den Valentin dedimi? O'sha kunga to'g'ri kelib sizga haqiqatdan ham sevgi xatlar yuboradigan kun deya eslab qolinardi. Xullas, mana shunaqa gaplar do'stlar. Xo'p, qadrdonlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz esa kanalimiz Xo'p, aziz do'stlar, ko'rdingiz, multiradarlar haqida ma'lumot berdim. Katta ehtimol bilan yaqin orada multiradarlar qaytib qolishi mumkin. Shuning uchun doim o'zingiz ham boyevoy yuring, radar detektorlaringizni yangilab oling, o'zingiz ham tezlikni oshirmang. Aytib o'tgandek, agarda radar detektor kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Silverstone kompaniyasining radar detektorlari sizga juda ham yordam qiladi. Xullas do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Sizlar bilan Achuchoy jamoasi bo'ldi. Radardan, xatardan asrasin deya, xayr, salomat bo'ling.